erkak kishini beburt qiladigan narsa, erkak kishini xotinini oldida bir teng qiladigan, jamiyatda oldida ham bir teng qiladigan narsa bu erkak kishining qo'rqoqligidir. Hurmatli erkaklar, qo'rqmang hech narsadan. Bugun mana aksariyat erkaklar qo'rqoqligidan pul topa olmay, ish qila olmay, hech narsa qila olmay xotinning qo'liga qarab qolgan va xotin erkakning roliga kirib ketgan. Ya'ni erini boqadigan bo'lib qolgan. Qo'rqmang, hech narsadan qo'rqmang. Pul topish qiyin, boy bo'lish qiyin deb erkaklarni nolib qolganini ko'rsam, hayron qolaman-da, nimaga qiyin? Esingizdan chiqarmang. Pul topish, boy bo'lishdan oson yo'q. Yaratgan egamga ishonasizmi? Bu juda ham oson. Buning uchun nima qilish kerak desa, tavakkul. Mana bizning tilimizda tavakkal deyiladi-ku. Tavakkal turing, bir narsani ilmini o'rganing, umringiz ham bekor o'tyapti-ku shundoq. O'rganing, sabablarni mahkam ushlang va ishni boshlang. Qiling, eng muhimi shu ishga qo'l uring. Qolib ketmasin, to'xtab qolmasin. Qo'ri uyda yotib Instagramga, YouTube'ga, Facebook'ga kirib izohlarga nolib, negativ narsa yozib umringizni o'tkazmang. Mana atrofingizga qarang. 100 marta sinib, 100 marta qayta oyoqqa turib boy bo'lib ketayotganlar bor. Ulardan sizni nima farqingiz bor, bilasizmi? Bitta farqlaringiz bor. Ular jur'at qiladi, qo'rqmaydi, dovyurak. Chunki boylik va pul dovyuraklarni, jasur va mardlarni, tavakkulchilarni yaxshi ko'radi. Bu shunaqa, buni formulasi shunaqa. Boylik, pul, dovyuraklar, jasurlar mardlarning qo'liga yarashadi. Saxiylarning qo'liga yarashadi. Qo'rqib, uyda umringizni bekor o'tkazib, xotiningizni oldida ham, bola chaqangizni oldida ham, qarindosh o'rningizni oldida ham obro'yingiz bir pul bo'lib, hech kim sizni bir tiyinga olmay, to'y hashamga ham chaqirmaydi, gap-gashtakka ham, choyxonaga ham o'rtoqlaringiz, og'aylaringiz hech kim chaqirmaydigan holatga tushib qolgandan ko'ra turing. Bankrot bo'lsangiz ham turib ishlayvering. Bankrot bo'lsangiz tajriba bo'ladi. Ilm bo'ladi siz uchun. Halol, pokiza ish bo'lsa bo'ldi. Shunaqa odamlarni taniyman, diplomi sandiqda chang bosib yotibdi, bilimi bor, ishlatmaydi, faqat nolib, andaq yo'q, mandaq yo'q, bizda sharoit yo'q, bizda imkoniyat yo'q. Turing o'rningizdan, qiling. Nima ish bo'lsa ham, halol, pokiza, qonuniy bo'lsa bo'ldi. Turing, qiling. Yuqorida aytganimdek, sabablarni mahkam qiling, natijasini yaratgan egamga topshiring. Mana shu tavakkul deyiladi. Eng asosiysi erkak kishini erkak qiladigan bo'yi bir qarichmi, yarim qarichmi, chiroylimi, xunukmi, govdalimi, pakanami farqi yo'q. Erkak kishini dovyuraklik, jasurlik, mardlik martabasini oshiradi. Erkak bo'lib yashang.